ketishi 3-4 oydan beri davom etyapti. Kuniga 3-4 mahal hojatga kiradilar. Yoshlari katta, dorilar ta'sir qilmayapti. Nima maslahat berasiz? Ich ketishini 3-4 oylab davom etishi bu jiddiy signal. Ayniqsa ich ketishi bilan birgalikda umumiy holsizlik, qorindagi og'riqlar, vazn yo'qotishi, bundan tashqari najasat tarkibida qon yoki yiring, shilimshiq ajralib kelayotgan bo'lsa, birinchi navbatda shifokorga murojaat qilish kerak va kasallikning sababini aniqlash kerak. Yuqoridagi klinik belgilar bir nechta kasalliklarda uchraydi. Masalan, disbakterioz, ichakni surunkali infeksion kasalliklaridir. Bundan tashqari yarali kolitda ham uchraydi. Ya'ni bu kasalliklarda klinik belgilari juda ham bir-biriga o'xshash holatda kechadi. Bemorimiz albatta shifokorga murojaat qilib, qaysi kasallikning natijasida ichlari ketayotganligini aniqlab olish kerak. Sahifamda shunaqa jiddiy savollarga batafsil javoblar berib boraman. Menga obuna bo'ling.